Rabbim bizim devletimizge, ya Rabbim bu günde hücumunu to'xtatdi Rabbim Allah. Tatarlar o'zlarining yerlarida o'zlari xo'ja bo'lib yasharga nasib ham muyassar qil. Bizning birdan-bir maqsadimiz nechikgina bo'lmasin o'zimizga veysizlikni olib, bu Rossiya imperiyasidan butunlay biz bilan chiqib ketarga umtilish bo'larga tegish. Aytib turasida yo'q. Rossiya qonunlari negizida bütün zakonlar tilni bitirgan, millatni bitirgan yo'naltirilgan. Hozir Rossiya imperiyasi shu qadar halga yetdiki, endi bir nendek xalqlarni tanimisha, bir nendek dinni tanimisha, bari tek rus tili ham pravoslaviydan yuqori ko'tarib, boshqalarında shuga qo'l itarga o'zining siyosatini olib boradi. Hozir sizning oldingizda hijab teresinde meselelerini ko'tarish uchun inshaalloh nurli ayaqlaridan Maryam opa rahim etamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu mesele Yok. Gafı itiyoruz. Biz Allah'ın gına kıl itirip yaratılgan. Allah'ı Teala bizi tuğanda kıl itmegen. Biz irekli bulup tuğanımız tuğanda. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Сегодня, к сожалению, пытаются мне не дать договорить. Проблема мусульман сегодня. Алло. Şehir administrasyasının vekili mitingni to'xtatdi. Maksatlı duru kilmi. İşin görsetilgen maksadı din bilen başka türlü iki mesele. Yok beylenişle hakkında bulur etişinin yazılgan bir türlü kerele ikisi türlü çara. Bartafandi, bugün mine şu miting to'xtatildi. Narsa uchun to'xtatdilar? Alişan, davom etadi. Siz uyushtiruvchi bo'lar aytingiz ana. To'xtatdilar, chunki bizning maqsadlarga diniy tema ko'rsatilmagan.